Mana biz hozir yangi yana katta zavod ishlab chiqaruvchi zavodga keldik. Bu yerda necha gektar bo'ladi zavodi? Zavodi necha gektarli? 这个是你们底部多少呢？5万这个厂的1.6亿，1.6个亿，1.6相当于是多少万2000万美金呗？是的2000万美金呗，是不是？对，这个是那个2号线的那个生产加工小包装车间。这个ko'chalardaydi. Katta gektarmi? 不挺好sormadim sen. 这个是1000欧平，1000这是多少呢？这多少平方米？6万平，6万平方米，6 gektar. 6万平方米。 6 gektar. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar. Bu yana yangi zavod aytdik. Har bitta zavodda ushlab qololmaymiz. Bu ham yangi hamkorlar chiqdi. Bularda juda katta nav ko'rsatganmiz. Yangi navlari hududi katta, navlari juda ko'p. Xudo xolasa sizlarga yana yangi navlarni tavsiya qilamiz. Havo sovuq, shunga zo'rg'a gapiryapman. 小粒的，就是有7.0塞、6.8的塞的，或者7.2，或者是6.5的塞的，然后这个分级，这面就是塞片嘛，塞片呢就是大眼大眼小嘛。是的了。选择大的咱们大小根据大小比例嘛，选择用这个塞样。这就是分大小的0.2、0.5、0.7嘛，就是分看这个。对。你看人真的是。0.2、0.5、0.7Kalibrovka. Sitkadan keshaveradi deydi, tushaveradi, shartliroq bo'ladi deydi. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Bu nimaga yana biza ko'rsatishimizki, baribir bu yerda odam faktori aralashmaydi. Baribir sitadan o'tgandan keyin orasidan qanchadir kalibrovkasidan aniq o'tib ketadi. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Kalibrovkasi bir xil standart. Bir xil standart kalibrovkada bo'ladi. Bu orasida bitta kichkina o'tib qoladi. Shuning uchun sizlarga aytamiz, yana bir bor takrorlaymiz. Bu odam faktori aralashmagan apparat. Ichidan baribir mana kalta kichkinalari ham bo'lib qoladi. Setadan o'tadigan jarayonida bu narsa baribir bor, tabiiy narsa. Undan keyingi etapida o'sha kalibrovka yana ham etapdan o'tgandan keyin mana maydasi 这面下的都是废料，都是比重选，下的都是这是不好的嘛，从这面下。这是塞的不好的。 bıraklar, bu bırak. 好的从这面走。别çıkar o aşağıya. 你看这你看这是废料，不好先塞里，看到没？哎，全这把。 Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. 大好的都往这面走。 Hammasini ajratadi. Yaxshilari уже berdan sarkora ko'p tushaveradi deydi. Atak bu yomonlar shu yerda qolsa. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Hozir rahbarning o'zi aytayapti, og'zidan chiqayotgan gapi. Bularga o'sha o'rtadagi treyderlar keladi. Bularga o'zini brendini qo'ydirib yuboradi. Bular o'sha o'zini urug'ini kerakli brendiga solib sotaveradi. Bu nimadan yana dalolatki, shu Xitoydagi bor ishlab chiqaruvchi treyderlar bo'ladi, o'rtakashlar deymiz. O'sha o'rtakashlar ham o'zini brendini qo'yadi-da, o'sha ishonchli zavoddan, firmadan urib oladi. 这屋里边，这就是我。 Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Men biza so'radik, hozir bu yilgi hosili bormi deb. Mana hosilni olib chiqishdi, bu yilgi hosili. Hammasida standartlik, hosilini ko'rdik, standartlik. Ichidagi mardagi, qizil mardak, mardak ingishga qator orasiga 20-22 qator beryapti. Hosili yengil emas, og'ir, hosili og'ir. Kalibrovkasini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Undan oldin bizani ko'p klientlar biladi, KVS sotganimizda yaxshi brend bo'lgan o'sha KVS. Xudo xolasa buni ham xuddi shunaqasini topdik mana. Kalibrovkalari ham yirik. Yaxshi tomoni biza bularga e'tiborimiz mana shu issiqqa tayanadimi, issiqda. Bu hududda bizada ham issiq bo'ladi, sovuq bo'ladi. O'shuning uchun bemalol sizlarga tavsiya qiladigan, menda modellarim ko'p deyapti, lekin sizlar bitta modeldan boshlanglar, sizlarning anaqalarga qarab, sprosillarga qarab yana sekin-sekin beraveramiz deydi.
Mana bu yil biz O'zbekistonda mana shu yangi sinov o'tkazyapmiz dedik. Biz mana ko'rsatib o'taman, o'sha dalamizda sinov o'tkazgan dalamiz bor. Bu o'sha silisga mo'ljallangan navlari, silisga. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa ko'rsataman, uni videosi ham bor обязательно. Undan tashqari bizda don yo'nalishida mo'ljallangan urug'larimiz ham bor. Bu donga mo'ljallangan 130-135 kunlik navimiz bu. Buni ham xudo xolasa O'zbekistonga olib kiramiz, bu yil savdosini qilamiz. Bundan tashqari qisqa kunliklar bor, assortiment ko'p. Endi bittada olib kirib iqlimimizga tushadimi yo'qmi? Bu navlarni biz O'zbekistonda sinadik. O'zbekistonda sinadik, sinov yaxshi bo'ldi. Shunga bu yil bular bilan kelib, xudo xolasa hamkorlik qilamiz. Xulosa o'rinda qilib aytaman. Bu Xitoyga bo'lgan safarimiz oson emas. Xarajatlar o'ziga yarasha yuqori bo'ladi. Bizning maqsadimiz ham O'zbekistonda ham foyda ko'rish, ham shunga yarasha klientlarning roziligini olish. To'g'ri endi aytishim mumkin, bunaqa to'g'ri Xitoyliklarda hech kim ideal bo'lmaydi baribir. Endi qaysidir urug' yomon chiqsa bu degani bo'ldi, faoliyatni to'xtatish kerak emas. Biz ham o'zimiz ustimizda ishlashni boshlaymiz. Yanada ham ko'proq harakat qilamiz, yanada ham ishonchli birinchi qo'l, chunki Xitoy bu juda katta mamlakat. Har bitta o'sha biza borgan bir necha provinsiyaga bordik. O'shalarning orasida ham kamida 1,5-2 ming kilometr orasida farq bo'ldi. Juda uzoq, juda mashaqqatli safar bo'ldi. Endi men bu gapim bilan nima demoqchiman? Bu minnat yuzasida aytmayman. Bizning maqsadimiz O'zbekistonda ham o'zimizga yarasha ishonchli urug'chi, ishonchli o'rinni egallash. O'shanga qarab boya o'sha videoda ham aytdim, KBO'si ham vaqtida yaxshi bo'lgan. To'g'ri, narxi qimmat. O'shanga narxini arzonroq qilib biz mana shunaqa urug'larni qidiryapmiz. Sizlarni e'tiboringizga taklif qilyapmiz. Bizlar bilan ishlanglar, bizlar bilan ishlanglar. Bizning maqsadimiz faqat o'sish, faqat botqoqqa kirish emas. Sizlarga xudo xolasa mana shunaqa ishonchli, o'sha sizlar boya Xitoyda ko'rgan urug'inglarni mana shu O'zbekistonda ham bor. Bu narsani O'zbekistonda biz sinaganmiz. Sinaganimizni videosini ham qo'yib o'tganman undan oldin. Ishlanglar, kelinglar, xarid qilinglar. Xudo xolasa bugun 26 yanvar bo'lsa, inshaalloh 10-15 kun ichida urug'larimiz keladi. Sizlarga tavsiyam xudo xolasa xarid qilinglar. E'tibor uchun ham, kuzatayotganingiz uchun ham sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.